Kundalik hayotda eng ko'p uchrayotgan muammo shu. Odamning nomiga o'zi bilmagan holda kredit olinadi. Telefon raqamiga begona ilovalar ulanadi. Pasport yoki ID karta rasmi orqali mikroqarz rasmiylashtiriladi. Keyin esa fuqaro qarzdor bo'lib qolganini bankdan, MIBdan yoki sud xabarnomasidan biladi. Bugun men aynan shu masalaga taalluqli yangi qonuniy tartiblar fuqarolar nimani bilishi shartligi, kim xavotir olish kerakligi va o'zini qanday himoya qilishi haqida gapiraman. Bu ma'lumot har bir odamga tegishli. Ishchiga ham, pensionerga ham, talaba va tadbirkorga ham. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularni bilmaslik keyin juda qimmatga tushishinday edi. Oldin ko'pchilik shaxsiy ma'lumot deganda faqat pasportni tushunardi. Ya'ni pasport seriyasi va raqami, JSHR telefon raqami, bank kartasi, SMS kod, yuz rasmiy elektron imzo, login va parol oddiy ma'lumotdek ko'rilardi. Odamlar hujjat nusxasini ishga kirishda, ijara uy topishda, telefon do'konida, lombardda, kredit tashkilotida, hatto Telegram orqali ham yuboraverardi. Muammo shunda ediki, bitta rasm, bitta kod yoki bitta elektron imzo orqali boshqa shaxs sizning nomingizdan shartnoma tuzishi, mikroqarz olishi, tovarni bo'lib to'lashga rasmiylashtirishi yoki sizni kafillikka qo'shib yuborishi mumkin edi. Endi yondashuv o'zgaryapti. Shaxsiy ma'lumotlar, masofaviy xizmatlar va kredit munosabatlarida javobgarlik kuchaymoqda. Fuqaroning roziligi, identifikatsiyasi va dalil masalasi ancha muhim bo'lib qoldi. Oddiy qilib aytganda, telefonimga kod keldi, aytdim, nima bo'pti degan davr tugadi. Pasportim rasmini yuborgan edim, ishlatib yuborishibdi degan holat ham endi yengil masala emas. Agar kimdir sizning ma'lumotingizdan foydalansa, bu nafaqat fuqarolik nizosi, balki holatga qarab firibgarlik, shaxsiy ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish, elektron tizimga noqonuniy kirish yoki boshqa huquqbuzarlik belgilari bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani oddiy tilda tushuntiraman. Yangi tartiblarning mazmuni shuki, har qanday masofaviy bitimda kim rozilik bergani, rozilik qanday olingani, SMS kod kimga kelgani, ilovaga kim kirgani, biometrik tasdiq bo'lgan bo'lmagani, shartnoma matni fuqaro tomonidan ko'rilganmi, pul qaysi kartaga tushgan, keyin qayerga o'tkazilgan. Bularning hammasi tekshiriladigan dalilga aylanadi. Demak, endi odam men olmaganman deb og'zaki aytib qo'yishi yetarli emas, lekin tashkilot ham tizimda tasdiqlangan deb mas'uliyatdan osongina qutulib keta olmaydi. Har ikki tomonda dalil bo'lishi kerak. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda telefon raqami o'z nomida bo'lmagan odamlar. Masalan, onaning telefoni o'g'lining nomida, erning raqami xotinining nomida yoki aksincha. Bunday holatda SMS kod, bank ilovasi, kredit arizasi va elektron tasdiq bo'yicha keyin katta chalkashlik chiqadi. Ikkinchi guruh pasport yoki ID karta rasmini ko'p joyga yuborganlar. Masalan, ijaraga uy qidirganda hujjatingizni tashlab yuboring deyishadi. Ishga joylashishda anketa uchun kerak deyishadi. Internet do'konda bo'lib to'lash uchun kerak deyishadi. Uchinchisi qarindoshiga, tanishiga yoki ishxonadagi odamga bank kartasi, SIM karta, elektron imzo yoki telefonni berib qo'yganlar. To'rtinchisi, sizga pul tushirib beramiz, kredit chiqarib beramiz, karta ochib beramiz, bonus olasiz degan gaplarga ishonganlar. Oddiy misol keltiraman. Bir fuqaro 3 million so'mlik telefonni bo'lib to'lashga olmoqchi bo'ladi. Do'kondagi xodim undan ID karta rasmi va yuzini kameraga ko'rsatishni so'raydi. Fuqaro rad etmaydi. Lekin keyin u hujjatlari boshqa joyda 2 million so'mlik mikroqarzga ishlatilganini biladi. Agar u o'sha paytda qaysi tashkilotga hujjat berganini, shartnomani o'qigan o'qimaganini, SMS kodni kimga aytganini, pul qaysi hisobga tushganini isbotlay olmasa, ish murakkablashadi. Yangi yondashuv aynan shu zanjirni tekshirishni talab qiladi. Ariza qayerdan kiritilgan, IP manzil qayerniki, telefon raqami kimniki, mablag' qaysi kartaga tushgan, karta egasi kim, keyin pul qayerga yechilgan. Yana bir misol, pensioner ayolga qo'ng'iroq qilib, bank xavfsizlik xizmatidanmiz, kartangizdan pul yechilmoqchi, hozir SMS kodni aytsangiz bloklab qo'yamiz deyishadi. U SMS kodni aytadi. Natijada tekis million so'm kredit rasmiylashtirilib, pul darhol boshqa kartalarga o'tkaziladi. Bu yerda ko'pchilik o'zi kodni aytgan ekan, demak aybdor deb o'ylaydi. Lekin masala unchalik oddiy emas. Kodni aytish juda katta xato. Ammo firibgar aldov yo'li bilan harakat qilgan bo'lsa, bank tizimi shubhali operatsiyani ko'rish kerak bo'lgan bo'lsa,
kredit rasmiylashtirish jarayonida qo'shimcha tekshiruv talab qilingan bo'lsa, fuqaro huquqini himoya qilish imkoniyati saqlanadi. Shuning uchun bunday holatda vaqt yo'qotmaslik juda muhim. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hujjatlaringizni har kimga yubormasangiz, SMS kodini hech kimga aytmasangiz, elektron imzoni begona kompyuterda ishlatmasangiz, bank ilovangizga boshqa odamni kiritmasangiz, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa va kredit tarixingizni vaqti bilan tekshirib tursangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman, menga tegmaydi deyish ham noto'g'ri. Chunki ma'lumotlar ba'zan sizdan emas, uchinchi tashkilotlardan sizib chiqishi mumkin. Masalan, eski ish joyingizda hujjat nusxalari qolgan bo'lishi, do'kon bazasida ma'lumot saqlangan bo'lishi, telefoningizga zararli havola orqali kirish bo'lishi mumkin. Endi muhim istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala qarindoshga berilgan rozilik. Ko'p odam ukam olgan, men rozi emasdim deydi. Lekin ukasiga telefonini, kartasini, SMS kodini, pasport rasmini o'zi bergan bo'lsa, keyin mas'uliyatni ajratish qiyinlashadi. Masalan, siz tanishingizga mening nomimdan kredit olib tur, o'zing to'laysan deb og'zaki ruxsat berdingiz. U 5 million o'rniga 20 million oldi. Bu holatda sizni butunlay jabrlanuvchi deb tan olish oson bo'lmaydi. Chunki dastlabki harakatlarda o'zingiz ishtirok etgansiz. Shuning uchun hech qachon o'z nomingizni, sim kartangizni yoki elektron imzoingizni birovning ishiga ishlatmang. Ikkinchi nozik masala kafillik. Odamlar kafillikni shunchaki imzo deb o'ylaydi. Aslida kafil asosiy qarzdor to'lamasa, qarzni to'lash majburiyatiga tushishi mumkin. Masalan, qo'shningiz 30 million so'm kredit oladi. Siz kafil bo'lasiz. U 3 oy to'laydi, keyin to'xtaydi. Bank sizdan talab qilishni boshlaydi. Pulni men olmaganman degan gap kafillikda doim ham yordam bermaydi. Chunki siz qarz olmagan bo'lsangiz ham majburiyatni zimmasiga olgan shaxs bo'lasiz. Yangi tartiblarda kafillikni masofadan tasdiqlash bo'yicha ham dalillar muhim. Siz shartnoma shartlarini ko'rdingizmi? Kafillik summasini bildingizmi? Muddatni tushundingizmi? Rozilikni o'zingiz berdingizmi? Uchinchi nozik masala. Elektron imzo. Elektron raqamli imzo ko'pchilik uchun oddiy fayl yoki kalitdek tuyuladi. Lekin u bilan shartnoma imzolash, ariza berish, soliq hujjatlarini topshirish, ayrim hollarda moliyaviy majburiyatlarni tasdiqlash mumkin. Agar siz elektron imzo kalitini buxgalterga, tanishga yoki internet kafedagi kompyuterga berib qo'ysangiz, keyingi oqibat sizga kelishi mumkin. Men bilmaganman deyish uchun avval o'zingiz kalitni himoya qilganingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Elektron imzo parolini telefon daftariga eri parol deb yozib qo'yish ham xavfli. Bu xuddi uy kalitini eshik oldiga tashlab ketishga o'xshaydi. To'rtinchi nozik masala qarzni tan olish. Sizga bank yoki mikroqarz tashkiloti qo'ng'iroq qilib, qarzingiz bor, to'lang desa. Ba'zi odamlar vahimada 1 ming so'm bo'lsa ham to'lab qo'yadi. Keyin men olmaganman, faqat tinch qo'yishsin deb to'ladim deydi. Muammo shuki, ayrim vaziyatlarda to'lov qilish qarzni tan olish belgisi sifatida talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun agar siz haqiqatan ham bu kreditni olmagan bo'lsangiz, shoshilinch to'lov qilishdan oldin yozma e'tiroz bering. Shartnoma nusxasini talab qiling. Pul qaysi hisobga tushganini so'rang. Ichki tekshiruv o'tkazishni talab qiling. 5-nozik masala muddat. Huquqni himoya qilishda vaqt juda muhim. Firibgarlik bo'yicha tez murojaat qilinsa, pul harakati, kamera yozuvlari, IP ma'lumotlar, telefon qo'ng'iroqlari, bank tranzaksiyalari tezroq aniqlanadi. 1 oy, 3 oy, 6 oy o'tib ketgandan keyin dalillarni tiklash qiyinlashadi. Masalan, bankomat kamerasi yozuvi saqlanish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Do'kon kuzatuv kameralari yozuvi o'chib ketishi mumkin. Telefon yozishmalari yo'q qolishi mumkin. Shuning uchun ko'raylikchi o'zi hal bo'lar degan yondashuv eng katta xatolardan biri. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, agar siz nomingizga begona kredit, mikroqarz, bo'lib to'lash shartnomasi yoki kafillik rasmiylashtirilganini bilsangiz, darhol o'sha tashkilotga yozma ariza bering. Arizada men ushbu kreditni olmaganman, shartnomani imzolamaganman, mablag'ni qabul qilmaganman. Holat bo'yicha ichki tekshiruv o'tkazishingizni, shartnoma nusxasini, ariza berilgan sana va vaqtni tasdiqlash usulini, pul tushgan hisob raqamini, identifikatsiya bo'yicha dalillarni taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Arizani og'zaki emas, yozma yoki elektron tarzda yuboring. Ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Ikkinchi qadam, kredit tarixingizni tekshiring.
Kredit bürosi orqali nomingizga qanday majburiyatlar borligini bilib oling. Ba'zan odam bitta kreditni biladi. Lekin aslida 3 ta mikroqarz, 2 ta bo'lib to'lash va bitta kafillik chiqib qoladi. Kredit tarixini tekshirish sizga umumiy manzarani ko'rsatadi. U yerda tashkilot nomi, summa, muddat, kechikish bor yo'qligi ko'rinishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, uni tuzatish bo'yicha ham alohida murojaat qilish kerak. 3-qadam, bank kartalaringiz va telefon raqamingiz xavfsizligini tekshiring. Bank ilovasidagi faol qurilmalarni ko'ring. Begona qurilma bo'lsa o'chiring. Parollarni almashtiring. SIM kartangiz o'z nomingizda ekanini tekshiring. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, imkon qadar uni o'z nomingizga rasmiylashtiring yoki moliyaviy xizmatlarga ulanmagan yangi raqamdan foydalaning. SMS kodlarni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, militsiya ham, soliq xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Kod so'rayaptimi? Demak xavf bor. 4-qadam, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar siz aldangan bo'lsangiz, nomingizga noqonuniy kredit olingan bo'lsa, pul yechib olingan bo'lsa, IBga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha tegishli bo'limlarga ariza bering. Arizada voqeani sanalar bilan yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Qaysi raqamdan? Nima deyildi? Qaysi SMS keldi? Qaysi bankdan xabar oldingiz? Qancha summa rasmiylashtirilgan? Siz qanday harakat qildingiz? Qo'lingizdagi skrinshotlar, SMS xabarlari, shartnoma nusxalari, bank bildirishnomalari, qo'ng'iroq raqamlari, karta tranzaksiyalari ro'yxatini ilova qiling. 5-qadam, dalillarni yo'qotmang. Telegram yozishmalarini o'chirib tashlamang. SMSlarni saqlang. Qo'ng'iroq qilgan raqamlarni yozib qo'ying. Bank ilovasidan skrinshot qiling, lekin skrinshotni o'zgartirmang. Agar sizga tahdid qilishsa yoki hozir to'lamasang, sudga beramiz deyishsa, buni ham yozib oling. Tashkilot bilan gaplashganda imkon qadar rasmiy aloqa kanallaridan foydalaning. Telefon orqali aytilgan gap keyin isbotlanishi qiyin, yozma javob esa dalil bo'ladi. 6-qadam. Sudgacha bo'lgan tartibni to'g'ri yuriting. Bank yoki mikroqarz tashkiloti sizning e'tirozingizni rad etsa, ulardan rad javobini yozma oling. Keyin iste'molchi huquqlarini himoya qilish organlari, Markaziy bankning murojaat kanallari yoki sud orqali huquqingizni talab qilishingiz mumkin. Sudga borishda da'vo talabi aniq bo'lishi kerak. Shartnomani haqiqiy emas deb topish, qarzdorlikni bekor qilish. Kredit tarixidagi noto'g'ri ma'lumotni o'chirish, zarar bo'lsa undirish harakatlarini to'xtatish. Har bir talabga dalil kerak. 7-qadam, profilaktika. Hujjat rasmini yuborish kerak bo'lsa, qayerga, nima maqsadda? Qaysi tashkilotga yuborayotganingizni aniqlang. Imkon bo'lsa rasm ustiga faqat falon tashkilot uchun falon sana degan belgi qo'yish mumkin, lekin bu ham to'liq himoya emas. Eng yaxshi himoya keraksiz joyga umuman yubormaslik. Elektron imzo kalitini alohida saqlang. Parolni hech kimga bermang. Bank kartasini ishlatib tur deb berib qo'ymang. Bolalarga ham tushuntiring, ota-onaning telefoniga kelgan kodni hech kimga aytish mumkin emas. Alohida aytib o'taman. Agar siz haqiqatan ham kredit olgan bo'lsangiz, lekin keyin to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bu boshqa masala. Bunday holatda men olmaganman deb yolg'on ariza berish mumkin emas. Bu o'zingizga zarar qiladi. To'lovga qiynalayotgan bo'lsangiz, restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, grafikni qayta ko'rib chiqish, jarima va penya bo'yicha kelishuv so'rash kerak. Qonun odamni firibgarlikdan himoya qiladi. Lekin o'z ixtiyori bilan olingan majburiyatdan sababsiz qochishga xizmat qilmaydi. Yana bir real holat, odam bozorda tanishiga kartamdan foydalanib tur deydi. Tanishi karta orqali turli tushumlarni qabul qiladi. Keyin soliq yoki targ'ib savollari paydo bo'ladi. Karta egasi pul meniki emas deydi, lekin hisob uning nomida, tranzaksiya uning kartasida. Shuning uchun bank kartasi faqat plastik emas. Bu sizning moliyaviy shaxsingiz. Uni birovga berish, pasportni birovga berish bilan deyarli bir xil xavf tug'diradi. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi oddiy, fuqaroni himoya qilish, lekin fuqarodan ham hushyorlik talab qilish. Endi har bir odam o'z raqamiga, hujjatiga, elektron imzosiga, bank ilovasiga va kredit tarixiga mas'uliyat bilan qarashi kerak. Chunki raqamli dunyoda imzo faqat qog'ozdagi ruchka iz emas. Ba'zan bir martalik SMS kod ham shartnomaga rozilik sifatida ishlatiladi. Ba'zan yuzni kameraga ko'rsatish ham tasdiq bo'ladi. Ba'zan telefoningizga o'rnatilgan begona dastur sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Xulosa qilaman. Agar nomingizga begona majburiyat chiqqan bo'lsa,
Vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Darhol yozma e'tiroz bering, shartnoma va dalillarni talab qiling, kredit tarixini tekshiring. Bank va SIM karta xavfsizligini yangilang. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza qiling va barcha hujjatlarni saqlang. Agar esa hozircha muammo bo'lmasa, bugunoq telefoningizdagi bank ilovalarini, faol qurilmalarini, parollarini, elektron imzo saqlanayotgan joyni va kredit tarixingizni tekshirib chiqing. Sizda shunday holat bo'lganmi? Nomingizga siz bilmagan kredit chiqqanmi? SMS kod so'rab qo'ng'iroq qilishganmi yoki kafillik bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Bu mavzuni ko'proq odam bilishi kerak. Shuning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Qonunni bilgan odam o'zini, oilasini va pulini ancha yaxshi himoya qiladi.